Assalomu alaykum. Qadrli do'stlar. Boya bir o'tirganimizda bu stadion juda ham zo'r savol berdi. Qiziqarli savol bo'ldi. Bu stadion aytibdiki, nimaga siz o'rtoqbozmasiz? Nimaga men sizni ko'p sinfdoshlaringiz bilan ko'rmayman, ko'cha o'rtoqlaringiz ko'p emas. Sizni nima qanaqa har xil o'rtoqlaringiz yo'q deb savol berdi. Qayta Bo'stonjon o'zi ham men do'stim. Biz bir necha yildan beri, yaqin 10 yildan beri do'stlashamiz. Nimaga? Men do'stlarim ko'p. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Sinfdoshlarim bor, ko'cha o'rtoqlarim bor. Lekin bilasizmi, insonning maqsadi do'stlashgani ham qo'ymay qo'yadi bir xil paytda. Qanday tushuntirsam bo'ladi? Bu mavzu kamgina og'irroq men uchun. Sababi meni rahmatli onam, rahmatli opajonim faqat menga duo qilishardiki, ilohim katta biznesmen bo'l. Oilamizni yangi cho'qqiga olib chiq. Oilamizda biza ko'rmagan yaxshiliklarni ko'r deb ko'p meni duo qilishgan. Va afsuski har ikkalari ham bu dunyodan juda erta ketishgan. O'zimni yo'qotib, yo'limni yo'qotib, jarni yoqasiga borib qolganda bo'lganda men bir marta. O'shanda o'zimga aytdimki, Suniddin to'xta. Sana opajoning Dilfuza nima degandi? Kuchli bo'lasan holi, ko'p narsaga erishasan, boy bo'lib yurasan deganmi, demaganmi? Yoki onang seni qo'llamaganmi? Sen hozir bunaqangi o'zingni bo'lmagan ishlarga urib, bo'lmagan ishlarni qilib yursang, ular yuqorilardan ko'rib qiynalishmaydimi? Seni kuchli bo'lganingni ko'rishsa, ularga yaxshi emasmi deyishganda deb kelganda o'shanda men o'zimni qo'lga olganda hammasini bir chekkaga yig'ishtirib faqat ishni paydan bo'lganman. Internetlarda ko'p ko'ramiz-ku aysbergni. Uspeh deb yozib qo'yadi eng uchiga. Lekin bilasizmi? Aysberg suvning tagida 5 barobar kattasi suvning tagida bo'ladi. Shuning uchun biz qaysi kechalari uxlamaganimizni, nima ishlar qilganimizni, qayerlarda yurganimizni hech kim ko'rmaydi-ku, mehnat qilganimizni. Mana shu kompleksimizda ham ustalar bilan baravar ishlagan kunlarimiz bo'lgan. Har bir qari joyini o'ylab ko'ramiz. Hatto mana bunday joyli maskanlar kelsak ham o'tirganim yo'q. Ishonasizmi? Bo'stonjon aytadiki, "Endi nima ishingiz bor?" deydi. Bol bassinchi bilan gaplashaman, holi administrator bilan gaplashaman, holi udivoli bor taqillatib ko'raman, holi bilan taqillatib ko'raman, holi kirib tualetini ko'raman, holi kirib katta joylarni ko'raman. Nimaga? O'sha maskanlardan o'zimizda, vatanimizda yarataylik. Bizning ham qishloqlarimiz, yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz mana shunday maskanlarda yashashga haqli emasmi? Men bugun do'stlarim bilan bu yoqqa ketsam, Bo'stonjon aytgandek bu do'stim bilan bu tomonga ketsam, tur tomonga jo'ni yo'llasam, har odam bilan chiqishib ketaversam, maqsadlarni, bunaqa maskanlarni kim yaratadi? Yangi joylarni kim quradi? Men bu bilan o'zimdan qahramon yaratmoqchi emasman. Men hech kim yaratmoqchi emasman. Lekin prosta do'st uchun ham vaqt ajratish kerak. Uni ham ko'nglini olish kerak, u aytgan joyga o'tib borish kerak. Maqsadingiz buyuk bo'lganda unga vaqt qayerdan topasiz? 2 yil yeganimni, ichganimni, uxlaganimni bilmayman. Bu qurilish o'zidan o'zi bo'lmadi. Unga material topib, usta topib, ishlatish bir narsa. Uni har bir qarishini, o'lchovini hisob-kitob qilib ko'rish bu boshqa narsa. Uni o'ylash kerak. Men mijozimni, mehmonimni o'rniga o'zimni qo'yib ko'rib, har bir kelganda qanday qo'yiladi, qanday dam oladi, qanday o'tiradi, qanday dam oladi, qanday cho'miladi. Uni o'rniga o'zimni qo'yib ko'rganman. Men mijozim mendan rozi bo'lmaguncha men qanday yaxshi dam olaman. Shuning uchun aziz do'stlar, men hammalarini yaxshi ko'raman. Agar meni do'stlarim shuni ko'rib turgan bo'lsa, hammalaridan agar men navoda noto'g'ri ish qilgan bo'lsam, uzr so'rayman. Barcha qo'lakandozlik ahli oilamdan birinchi o'rinda, vatandoshlarimdan, qavm qarindoshlarimdan kimni vaqtida xabar ola olmagan bo'lsam, kimni ko'nglini bilib bilmay og'ritgan bo'lsam, uzr.
Mani bitta orzuyim vatanimizni yanada gullab yashnatib, qishlog'imizni butun dunyoga tanitish. Aziz vatandoshlar, yaqinlarim, do'stlarim, ilohim boshlaring omon bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.